Men hozir bu syomkani Qozog'istondan qilyapman. Qarnaq degan qishloqdan. Bu yer mana hozir men dem jaqto'g'lar dihательный jaqto'g'larni jasaymi qo'y. Bu bilan ko'pincha men faqat sol keyingi kezde O'zbekistonda da boshqa mamlakatlarda da ko'pda bronxialni astma bilan qiynalganlar kelyapti. Mana bundan o qancha bir yarim oy bo'ldi, qancha bo'ldi? Bir yarim oy oldin mаған sosiyetim qo'shnim pопросить qildi. Sestram mazasi yo'q, reanimatsiya tushdi. Manda apparatga jatyapti, soni borib bir emdeb bering deb. Men o'sha kishi uchun qan ibata. Bu kishi 30 yildan berimi? 35-30 yıldan beri sel dem kısadı. Birinci bargan kezde bir kanadın 3. kanaga öte olmaydı. Pastayanı tünde de gündüzde bayağı aparatta jatadı. Dem algan kezde kökren qattiq ko'tarib dem aladı. Havan zorlab so'rab ko'p diqqatli qateliklarni qiladi. Asma avro emas. Ana 10 adam sizga asma deb, bu asma bu Yevropa va Amerikalarni qo'ygan diagnoz. U aqsha ushti uchun, dori sotuv uchun qo'yiladi ko'pdir. Aslida mana gipotoniya deydi, bayog'i asma deydi, gepatit deydi. Uning barligi avro emas. Bu denening защитный mexanizmi. Древний медицинada avro yo'q. Adam bilan sirtqi alamning o'rtasida svязь yo'q. Havada havo quvvat ko'p, biroq havoni ala olmaydi. Mana bu kishi 40-50% ga o'pkasini ishlatadi. Dem olgan kezde de ko'kragini bulay ko'tarib dem oladi. Ko'krakni bulay dem ko'tarib dem oldingmi? Demak, значит, bu havo to'menga o'tmaydi. Kunda har minutda 20 ret dem oladi, 20 ret ko'taradi. O'ta ko'p kuch yo'qotib qo'yadi unda kezde. Tag'in u kishi qanday qiladi? Havoni deb so'radi. O'pkasini bir ne qilib, nasos yaxti qilib olgan, undan da o'techka bo'ladi. Qay avro, mana yurak avrumi, gipertonikmi, bronxial astma, xobl, bronxitmi, ko'krak qafasini ko'tarib dem oldimi? Havoni so'rma bo'ladi, hech qanday dardini yaxshi bo'lmaydi. So'ng shunda bu odamlarga gormon beradi. Hozir bizning kezde 100 ret o'ylanar edik. Gormon beruvmi? Hozir birinchi kundanoq beradi. Tan kuchli gormon. Bu kishi 500 dozada qanday gormon ati qanday edi? Flutamax degan gormonni ishlatgan, hozir Eflisap 500 dozada. Bir 10 kun olgandan keyin o'tgan ret bu prinsiplar qaytib biz gormonni to'menga tushirdik. Bir 153 100 ga 150 dozalik nega tushirdik. Biroq u kishi kunda 2 soat zanimasi o'zine vaqt topolmagan adam o'zini hurmat qilmaydi. Bu deneni pastanı ухаживать qilib kunda bu eng kim deganda 1 soat o'zini ne qilish kerak. Endi vaqtda sal yaxshiroq bo'lgandan keyin vaqtda zanimasi qilgan, vaqtda qilmagan 4 qatan yura olmaydigan adam bu ibota degan yerda qir bor. Bu qirning tubida turadi. So'ng chiqib tushadi, bir chiqib tushib ne qilib yurganda, endi bu gormonda iskeyen o'rnida asarisi bor, biroq ko'pda mana shu joqtug'alar bilan sondan qaytargan. Hozir bir tag'in biz 2-kurs o'tib o'tiribmiz bu kursiga. Endi böyle uglublenniy kurs. Birinchi kurs kezinde prinsiplarni qaytaruvni o'rgatgan edik. So'ng qaytaruvni o'rgangan, biroq kachesini qilmagan. So'ng uchun tag'in prinsip bor. Burunga aldınғы pürüstünün jartısıyım yok, bir 20% pürüstü qo'shilgan. Son men hozir bu kishiga pürüstünü qaytaratın, bir ko'p jaqto'g'larni o'rgatib o'tirdim. Hozir sonlardan birini men sizlarga ko'rsataman. Mana buni kursga bu o'ta tonki. Buni qayta tekshirib ne qilib 5-10 kunda o'rganib oladi. Biroq aralaringizda bir kimdir mana boshqa qalalarda turib, pastayan больницаga borib, ingalyator ishib, gormon olib, qiynalib yurgan odamlar o'ta ko'p qo'y hozir.
Deri içtin mi? Boldu ol avru şey kronik boladı. Bir avrun eki boladı. Şu törtü bolup ketiverir. Bu hazırki zamanlavi hazırki deriler spesiallik adamlar kronik ötküzü için verildi. Şu kronik ötkenden keyin ol köp deri. Ol öte ku беспощадный обращение bu avrularga hazır zamanlavi. Древний узкий техникалар onday emas. Mana qarang qanday jasov kerak. Mana qo'limda onlayn qatnashib atganlarga men buni tashlab beraman. So'ning uchun videoni ko'pda ne qilyapman. Uzoqdan qatnashib atgan o'rislar bor, boshqa qayerdan qatnashib atganlar bor. So'larga da tashlab, o eslatma bo'ladi ularga. Mana buni mana qo'l mana baş şavşak bilen 4. şavşak. Bu Vishnu Mudra deydi bunu yogada. Son bilen mana bunday qilib burunni qisiladi mana. Burunni yuqoridan tömenga qarab loyiq qisiladi mana. Bu kisiga dem oluv qiyin. Dem oluv qiyinlar oldin dem chiqarib keyin qisadi. Birovlarga dem chiqaruv qiyin. Ular dem olib dem olib chiqaradi. Bunun ko'p texnikasi bor. Grubiy men ko'rsataman. Bir uyda amalda praktikada qo'llangan bo'ladi. Bizga qatnashsanglarda onlayn va boshqa qatnashayotgan odamlarda so'man pristni qaytaruvi bo'ladi. Qalay qilasan? Mana dem oluv bu kishida hozir misol qilib aytyapmiz qo'y. Bu kishi qanday qiladi? Dem oluv qiyin qo'y. Dem chiqaradi, burunni qisadi. Chidamay ketgandan 1 sekund, 3 sekund, 5 sekund bo'lsa da bo'laveradi. O'sha qisib turadi. Keyin tinchib ketadi qo'y. Deb qo'lni olgandan keyin havo o'zining techeniyasidan boruvi tez. Sonda уровеньga chiqib tezda. Keyin mana dem qo'lni oldi, havo o'zi ketib borgan kezda jay qarin bilan ko'tarsa, o ko'kregini ko'tarib, havo o'pkani to'menga o'tib ketadi. Yani bunu ko'p tushuntiruv kerak. Biroq sonra az tushunsanglar, azgina tushunib qayta qilsanglar, o'z prinsipdan qaytarasizlar. Mana qarang. Dem oluv qiyin. Demni chiqarsang, havo o'zi kiradi. Dem chiqaradi, qisadi. Chidamay ketganda sida qo'lni oladi, ja qarinni ko'tarsa, havo to'menga tushib ketadi. Объемный kiradi havo, объемный kiradi. Keyin boshqa jaqtolar bir ko'p o'ndagan, yuzlagan jotuvlarning birini men sizlarga ko'rsatdim. Mana o Vishnu Mudra deydi, mana bas shavshaq bilan 4. shavshaq ko'rding-ku, bilasizmi sen? Agar buni burnini qisib bu yoqqa qo'yadigan bo'lsa, Nasigara Mudra deydi. Bu mana o yaxshiroq. Mana sentrni massaj qilib turib qisadi. Ma'qul. To'g'ri tushundinglar. Bu soni neda qo'ldanlar. Biroq kommentariyada tushunmagan ko'pdi va shuni uyrenuga qalaytınlarga onlaynda biz o'tamiz. Onlaynda o'tkazilgan kelmasa bir kommentariyada bir proz bilan bo'lsa aytsanglar, stoyishi proz bo'lsa men sizlarga onu o'rgataman.